Xo'sh, assalomu alaykum, davom etamiz. Navbatdagi adresga ham mebellarni olib kelib, tamomlab bo'ldik. Yotoqxona to'plami kelganmiz Jizzaxning o'ziga, Jizzax shaharining o'ziga. Ikkita divan, trimo hamda bitta shkaf va отдельный shkaf kelganmiz. Endi qissa qilib aytib o'tadigan bo'lsak, mana bu xonaga shkafini o'zini tirdik. Klient xohishiga qarab yasaldi bu shkafni o'zi. Razmerlar cheklanmagan, klient xohishiga qarab yasab beraveramiz. Bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Mana bu ichki holati. Xo'sh, fasad qismi, ya'ni mana yuza qismi indifdan, eshiklari mana bu qismlari, korpus qismi laminatdan yasalgan. Xo'sh, eshiklari 100% vakuumda, vakuumni ham sifatli ancha qimmatidan ishlatilgan. Mana bunday holatda ikkita tortmasi, tortmalar ham vakuumda. Narigi xonada yotoqxona to'plami. Trimosi oynasiz holatda, oyna ham qo'yib beramiz. Klient xohishiga qarab oynasiz qilib yasaldi. Mana bunday holatda. Trimo 1.30 razmeri. Divanchalarga keladigan bo'lsak, отдельный qilib yasatildi divani ikki tomonga, ya'ni yosh bolalar uchun. Xo'sh, tagi ochiladigan holatda. Mana bunday holatda. Xohlovchilar uchun matras ham qo'yib beramiz, faqat pulida raznisasi bo'ladi. 450 ming so'mdan matras uchun qo'shiladi. Ichki holati mana bu tomon hamda mana bu tomon bir xil ko'rinishda. Razmerlar o'zgartirsa bo'ladi klient xohishiga qarab. Bu ham 100% vakuumda, oynasi chetki qismi charxlangan, ya'ni farsit bo'lgan. Mana bu ichki holat. Pastda klient xohishiga qarab ikkita tortma qo'yildi hamda polkali. Xohlovchilar uchun ikki tomon polka, o'rtasini uchilka ham qilib beramiz. Xo'sh, biz bilan bog'lanish pastda nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin. Mebel tayyor holatini ham sexni o'ziga kelib ko'rib olsangiz bo'ladi.